Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sport ishqibozlari. O'zbekiston Milliy telekompaniyasi Sport telekanali poytaxtimizda o'tayotgan professional boks kechasidan translyatsiyani davom ettiradi. Biz sizlar bilan birgalikda hal qiluvchi janglarni tomosha qilish imkoniyatiga egamiz. Dastlabkisi boshlanmoqda. Kozim Qobiljonov chiqib kelmoqda, Toshkent shahri vakili. Super og'ir vazn toifasida. Abdulloh Saitov uning raqibi Qirg'iz Respublikasidan. Qizil burchakda jang olib boradi. Kozim Qobiljonov bitta jang o'tkazgan, bitta g'alaba. Knockout bilan uning raqibi Abdulloh Saitov Qirg'iz Respublikasi vakili ikkita jang o'tkazgan, ikkinchisi ham mag'lubiyatga uchragan. Endi vazn og'ir. Zarbalar ham shunga monand bo'ladi odatda. So'nggi ko'rsatmalarni olishdi sportchilar. Va jang reglamentini ham aytib o'tishdi. Demak, 6 raund 3 daqiqadan. Triple K ko'ryapmiz, a? Taxallusidir Kozim Qobiljonovni. Chap qo'lda yo'llayapti asosiy zarbasini. Raqib bunaqa va taktik jihatdan to'g'ri harakat qilyapti. O'ng tomonga qadam tashlagan holda ikkilik zarbasi. Saitov ham hozir jonlandi. Mas'ud ushlab turib, hozir jigariga zarba yo'llash imkoniyat paydo bo'lyapti, lekin negadir yo'llamayapti. Balki atayin qilayotgandir, balki buni taxmin qilayotgandir va qarang, o'ng qo'lda zarba o'tkazib yubordi. Og'ir zarbalar Saitovdan bir joyda turib qolish kerak emasligini uqtirishmoqda. Qobiljonovga jab o'tyapti qo'lini chap qo'lda. Kontraflaman ikkita zarba va keyin to'g'ridan yo'llangan zarba himoya yorib o'tish ilinjida. Tashlanyapti Abdulloh Saitov, tashlanyapti. Yig'ilgan muxlislarning e'tiborini ham o'ziga qaratishmoqda bokschilar. Va do'stlar, birinchi
Raund yakuniga yetdi. Takroriy lavhalar. Ora-orada kelganda jonlanar ekan-a. O'ng qo'l zarbasi o'tgan edi. Ringni qo'lini sindirib tashlashga bir baqiya qoldi. Saitov o'zini ruhlantirish chog'ida. Jigarga ikkita zarba, ikkinchi raund boshlanishida Kozim Qobiljonov ijrosida va hisob ochilmoqda. Hammasi joyida deyapti Abdulloh Saitov. Hammasi joyidami? Joyida. Menimcha mana shu alfozda hozir davom etadi Kozim Qobiljonov. Birinchi raundda ham o'qilayotgan edi shu jigarga zarbalar. Kamroq yo'llagan edi, hozir esa kuchli yo'lladi. O'tdi bu zarba, ikkinchi yana jigarga o'tyapti zarba, o'tyapti ikkinchi knockdown. Bo'ldi. Yo'q. G'alaba Kozim Qobiljonovda. Ikkinchi g'alabasi faoliyatidagi va ikkinchi g'alabasi nokaut bilan. Kozim Qobiljonovning qo'li baland ko'tarilyapti. Menimcha burchakda yaqqol ko'rsatib bergan. Ochiq jigari zarba ber deb aytib o'tishdi. Va kezi kelganda zarba yo'lladi. Alisher Alimjonov taqdirlayapti. Yanada yaxshi janglarni kutinglar, duoda bo'linglar. Bizning boksyorlar butun dunyoga o'z kuchlarini yanada kuchliroq ko'rsatadi, xudo xohlasa. Boksimiz birinchi o'rinda yuraversin hamisha. Mana shu kechadan esdalik. Janglari bo'ladi. Ana qarang. Birinchi raundda ham o'qilgan edi. Mana shu yomon o'tibdi. Mana shu vaziyatda. Juda og'riqli bo'ladi. Bu og'riqli nokaut do'stlar.